Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa yana ko'p vaqtdan beri video chiqarmadik. Bugungi ishimiz yana lis qatirish bo'lib turibdi, Profnastil. Bir oy oldu video qo'ymabdi kelamiz. İşler bilan yurganmiz. Xo'p, bugungi obyektimizda endi lis qatirish jarayoni bo'lib turibdi. Profnastil 37lik 0.37lik deb aytiladi, atsinkovka. Ya'ni kraskasiz bo'ladi. Ko'rib turganingizdek shunday holatda mana. Joyimiz bir tarafı 2 etaj. Karkasını şehitler dokup ekanman. Xudo xolasa yana lisini o'zim qatiraman. Ajoyib bo'lib chiqadi, xudo xolasa, chiroyli bo'lib. Tunuka kafollar ham bor, oldi tarafini tunuka kafollarni ishlaymiz. Simburg'larni shatib bilan berdik. Ko'rib turganingizdek o'rta qatorlardan ham berdik. Yo'llardan ham berdik. Elde tarafından ku 2-3 qator verdik yana. Ko'rib turganingizdek simburg'asini o'ta puxta etdik. Qor ham yog'gan ekan, qorni ham ortiq beri. Jonli qor uyilgan ekan. Shunday holatda yana shiferimiz. Yana bu joyimiz ham eni bo'yi 14 ta 14lik. Balandligini 320 ko'tardik. Bu 2 etaj üstüne bir ettik. Şunu hesabına biri uklanan normalni bo'lsin dediler. 320 götürdük. Bu tarafımızda ise yine nevisem bu. Rekeler hem strafiller hem acayipinin altta geldi. Zor. Zakaz çıkıyor, biz algan bu materyallar. Yerrak alıp koyana geldi. Zor materyala gap yok. Sasna materyal. Acayip bulup çıkıyordur, xudo xolasa yana. Bu obyektimiz İsmailjan Progress'te 4 sotiklik kumda desegen bo'ladi yana. Shunday holatda bo'lib turibdi. Shiper qaqsh narxi shu o'zlarimiz Elotda bo'lsa ishida 16 ming so'mda ishlatib turibmiz. Bir kvadratini. Tunuka foni отдельный bo'ladi, suv turbalari отдельный bo'ladi. Keyin naval latoklar ham отдельный bo'ladi. Yani shunday latok bo'lsa отдельный bo'ladi. Пожарный ход ham отдельный. Shunday holatda yana. Bu joyimizga 100 strapil mi? Shundan ketgan beri 100 strapil, keyin plus 4 metrlik ham bor. Shunday holatda yana. Keyingi obyektlarimiz ham xudo xolasa bu ishdan keyin boshlaymiz. Bizlarga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi obyektlar ham qo'ldan kelgancha ko'rsatib boraveramiz. Shunday holatda yana.
videoya bir like basıp kommentariya yazıp qollab quvvatlab dursanızlar yenilik etib para verəmiz Xuda xalasa işlərimizdə. Görüb para verəsilər. Sağ olunlar, aman olunlar.